Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar 2026-yil haftani yakshanba kuni Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Umumiy aka aytaverasiz, nech puldan boshlanadi, nech pulgacha? Har bittasini tortib aka ha 40 minggacha. 25 mingdan boshlanar ekan, eng arzoni 40 ming so'm ekan, eng qimmati. Shu pastdagilarmi sizniki, tepadagilarmi siznikimi? Ha, bitta odam pastda. Shu общий shu narsalar shunaqa narx, ha? 25 ming so'mdan 40 ming so'mgacha ekan. Donaga ham sotyapsizmi? Donaga sotyapmiz, shaka kelib olsa. O'sha o'zi keladi. Mana hozir donaga sotyapti ekan. Oluvchilar o'zlari kelib olsa, xohlagani donaga sotilaveradi. Xohlagani sotiladi. Bo'ldi, shuni tushuntirib qo'yaylik. Agar haligi dastavka bormi, bitta, ikkita, 10 taga desa, unaqada ha. Ko'proq olsalaring dastavka ham bor ekan. Telefon nomeringiz nechi? 90lik 305 1151 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa yosh bolachalarni dvoyka, troyka mana shunaqa mahsulotlari kerak bo'lsa. Xo'p, yozda yoz bobini chiqarishadi, qishda qish bobini chiqarishadi. Shundaqami? Endi bu yerda mahsulotlar ko'pligi uchun har bittasini ana qilgani mana shuna mahsulotni kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar.